Hammaga assalomu alaykum. Junaydullo Uz kanali obunachilari. Kun sanasi 24-aprel 2025-yil Namangan viloyati Namangan tumani Qorako'l qishlog'idan haqiqiy dehqondan avstriyskiy toza semental sigirimiz bor, sotiladigan. Qisir. Mol qo'yilmagan, novvosga yaqinda o'zi qildirilgan mol qisir chiqqan. Faqat yetim bo'za boqqan, o'sha yoqdan kelgan toza avstriyskiy. Mana sutlari ham qo'ltisi oqib ketar ekan. Omela sog'ilmagan, sutlari o'lchanmagan, faqat 2-3 bo'zo emizgan, tagida yurgan bo'z. Sutlari garantiya berilmaydi. Sutini olib borib o'zini oxirini nechta bersa ham. Biz bu yerga hozir 10 taga garantiya bersak, 15 taga garantiya bersak, borgandan keyin oxirini past bo'ladigan bo'lsa, yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, u sutni bermaydi. Shuning uchun sutga garantiya berilmaydi. Mana hozirgi ertalabki sog'ingi holati. 3 bo'zo emgan, yetim bo'zolar. Hozir ko'rsatib qo'yamiz o'sha bo'zolarni. Toza Aqshardan kelgan, keyin molni bir dona defekti mana shu yerda noto'g'ri ukor qilgan. Mana hozir yorilib chiqqan, mana yarib tuzalyapti mana shu yerda. Molni defekti mana shu yerda. Yeyish, ishtaha hamma jo'tida. Mol o'ta yerga yaqin, rangi ham toza. Bu yerda tug'ilgan g'o'najilardan emas. Shu yoqdan kelgan toza avstriyskiy. Bu yerda tug'ilgan bo'lsa mol bunaqa yo'g'on, bunaqa pakana yer bag'irlagan sigir bo'lmaydi. Laylak sifat bir g'ayri nusxa bo'ladi bu yerdagilar. O'ta tiniq tozalardan, orqalari ham o'ta pachka. Yemasa ichmasa molni tanasi bunaqa bo'lmaydi. Mol hozir 50% tula bo'pti o'zi, mana yog'lari tushib bo'pti bitta qo'ymasdan. Oyoqlari, yeb ichishi, hamma joyi sog'lomligi sog'lom. Mana tuyoqlarni ko'rsatamiz. Tuyoqlari ham mana. Oyoq og'rig'i yo'q. Bitta shu defekti noto'g'ri ukor qilingan. Hozir yorilib, kichkina bo'lib qolgan. 2 martadan polnusda yiringlarini chiqarib tashlangan, perekislama yuvib. Bo'ylari shuja o'ta katta emas, 1.35 plus. Mana tumshuqlari ham mana oppoq. O'zi ko'rganlar tushunadi. Rangi ham qip-qizil edi. Narxi keladigan bo'lsa, narxini 35 million so'm xayrisi bor, ozgina o'tib beriladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. O'zimizni mini fermadan egasi nomerini qo'yib qo'yamiz. Ko'pchilik haqiqiy dehqondan olaman deganlarga olib kelib sinovda turgan mol. Kamida bir 2,5-3 oy oldin olingan bu molni. Sinovdan 100% o'tgan. Yeyishiga, ichishiga garantiya beriladi. Vaksinalarni qilingan, hamma vaksinasi, yashurga, dermatitga. Kelib ustida yeyishini, ichishini shuna ovqati solinadi. Ovqatni solgandan keyin ovqatini yeb ichishini ko'rib, molni keyin olib ketaverasizlar. Dumidan shoqigacha tekshirib olasizlar. Mana suskalari ham o'ta katta oppoq pilik suski. Buni soqsak hozir suti oqib ketadi. Buni hozir buzolar yemadi buni. Mana hozir boqyap turgan buzolarni ko'rsatamiz mana. Mana shu buzolarni emizyapti. Bu buzolar sotilmaydi, yana buzolar sotiladimi telefon qilmaydi. Vashi inasi sotiladi, katta sigir. Aloqa uchun nomerlar alohida bo'ladi, bemalol telefon qilaverasizlar.